Assalomu alaykum do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa sizlar bilan bugun biz yaratgan kutubxonaga test o'rnatib, testlar yozishga harakat qilamiz. Bo'lmasam boshladik. Men brauzerimda pest.php.com ga kirib olganman. Ko'ryapsizlar. Get started tugmasini bosyapman. Va bizga dokumentatsiya ochilyapti. Dokumentatsiyada eng birinchi bo'lib bizga ogohlantirish berilyapti. PHP 8.2 versiya bo'lsin. Ya'ni 8.2 dan baland bo'lishi kerak. Menga to'g'ri keladi. Mani hozirgi PHP versiyam 8.2. Hop, birinchi qadamda bizdan so'ralyapti. Kompozerga buyruq berilyapti. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, PHP unit remove tashlash kerakligi. PHP unit olib tashlash kerak. O'rniga paste o'rnatish kerakligi. Bu yerda nimaga PHP unitni olib tashlash kerakligini tushunmadim, lekin bitta narsa aniq. Pest kutubxonasi PHP unit ustiga qurilgan. Qanaqadir konfliktlar bo'lsa kerak. Hop, keyingi qadamda init yordamida pestni binaryga biz o'rnatganimizda vendor binni ichiga binarni tushirgan. Binarnidan foydalanib init degan komandani beramiz unga. U bizga barcha fayllarni yaratadi. Undan keyin ishlatsak bo'ladi. Shunaqangi output ko'rinishida chiqarib beriladi. Bo'lmasam boshlaymiz. Hop, ikkala komandani bitta yugurib yuborsam bo'ladi, kopiya olib. Kompozerga buyruq beryapman. U bizga ogohlantirish beradi. Hop, pest pluginni allo pluginslar ro'yxatiga qo'shish uchun ruxsat so'rayapti. Qo'shamiz. Va kutubxona o'rnatilib bo'lindi. Hop, pest 3.8 versiyasi o'rnatilyapti. Biz buni bitta Composer JSONdan ko'rib aniqlashtirib olsak bo'ladi. Hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda Composer log fayli paydo bo'ldi. Ya'ni bu nima uchun xizmat qiladi hozir? Bu bizning loyihamizdagi requirementlarni qaysi holatda turganligi, aniq current state'ini bildiradi. Ya'ni hozir men Composer JSONni ochib tushuntiraman. Mana bu narsa uchun Laravel Pint kutubxonasi 1.22 versiyasi ishlatilishi kerak. Hozirgi o'rnatilgan versiya 1.22.1. Yana xuddi shu misolda pestni 3.8-sidan foydalanish kerak. 3.8.2 versiya o'rnatilgan. PHP Store'im shu ma'lumotlarni Composer log fayldan olyapti. Shu bilib olishimiz kerak. Hop, allowed plugins ro'yxati shunaqa ko'rinishda yozilar ekan. Require dev ostida bizi dev requirementlarni shunaqa qilib e'lon qilinadi. 3.8 versiyasi. Hop, bizda shu fayllar. Endi keyingi qadamimiz nima edi? Keyingi qadamda biz pest binaryga init degan komandani berishimiz kerak. U binary vendor bin pest degan pazda joylashgan. Unga dash init degan komandani beraman. Hop, bizga GitHubdagi page'ni ochib berishni xohlaysanmi? O'shanga start qo'yishimizni xohlayapti, lekin hozircha bizga kerak emas. Hamma komanda successful yakunlandi. Endi linklar ko'rsatilyapti. Bizga hech narsa kerak emas. Kelinglar, bo'lmasam hozir bizda nimalar yaralgan, init komandasidan keyin nimalar sodir bo'lgan, nima bo'lganligini men sizlarga ko'rsatib tushuntirib bersam. Bu yerda birinchida PHP unit XML turibdi. Bu PHP unit fayli. Ya'ni men sizlarga aytdim, pest PHP bu PHP unit ustiga qurilgan. Ya'ni PHP unit ishlatib bizga testlab yozilgan testlarni ishlatib beradi. Shuning uchun PHP unit bor. PHP unit konfiguratsiya fayli. Hop, qaysi joydan testlarni olish kerak va qanaqangi suffiksda bo'lishi kerak, ya'ni test bilan tugashi kerakligini shu yerdan bildirilgan. Va qaysi direktoriyalarni o'z ichiga olish kerakligi aytilyapti. Hop, undan keyin test folderi paydo bo'ldi. Bizda generatsiya qilindi. Test folderida testlarga tegishli fayllar saqlanadi. Bitta ochadigan bo'lsam, ichida ikkita fayl, ikkita papka bor. Ikkita papkaning ichida testlar yoziladi. Ya'ni feature testlar, unit testlar. Unit testlar bular ham ikkalasi ham test, lekin feature testlar ancha kattaroq narsalar testlash uchun ishlatiladi. Unit testlar anchagina mayda qismlarni testlash uchun chekka yoziladi testlar. Hop, pest PHP bu o'rnatilgan pest kutubxonasi uchun bootloader fayli. Hop, test case klassi bu PHP unit asosiy klass hisoblanadi.
Kelib bo'lmasam, endi keyingi qadamimizda fayllar yaralgandan keyin bizga aytilyapti va nihoyat san shu ko'rinishda testlarni yurgizib tekshirib olsang bo'ladi deyapti. Bizda hozir ikkita test bor. Ikkita testda ham nomi example, ya'ni description example, accept funksiyasi yordamida kiritilayotgan qiymat nima bo'lishi kerakligi tekshirilyapti. Ya'ni bu yerga berilayotgan qiymat true bo'lishi kerak. Ya'ni bu yozilgan test successful o'tadi agar biz yurgizsak. Ikkinchi testimiz ham xuddi shuni kopiyasi. Hech qanaqangi farqi yo'q bir-biridan. Keling, o'zim testlarni yurgizib ko'ramiz. Buning uchun render bin test binary'ni shunchaki yurgizsam, bizning testlarimiz yurgizilishi kerak. Hop, bizda nima bo'lyapti? Test case was not found degan xatolik chiqyapti. Ya'ni bu yerda PHP unit mana bu mana shu klass topolmayapti. Buning sababi biz tests papkasi uchun avtoloaderni sozlamaganimiz sabab bo'lyapti. src papkasi uchun sozlangan. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, src papkasi mana bu namespace'da turibdi. Tests papkasini biz hech qanaqangi namespace'ga joylamaganmiz. Ya'ni mana bu test case klassi tests namespace'da bo'lishi kerak ekan. Keling, shuni shu ishda bajaraylik. Buning uchun afterload konfiguratsiyalariga o'tamanda test degan namespace e'lon qilib, unga test degan papkani biriktirib qo'yaman. Hop, ish yakunlandi. Qo'shdim. Yana bitta yurgizib ko'raman. Yana xatolik beryapti. Buni sababi nima? Buni sababi biz afterload konfiguratsiyasiga qo'shdik degani, u fayllarni hammasini yuklab oldi deganimiz. Bir marta kompozerga bu shu konfiguratsiyani ishlatib, klasslarni yuklab olish kerakligini buyurish kerak. Uning uchun biz kompozerdan foydalanamiz. Kompozerga dump degan buyruqni berib, shu namespace, shu papkalardagi klasslarni shu namespace'ga joylash kerakligini bildirishimiz kerak. Komandani beryapman. Klasslar generatsiya qilindi deyapti. Endi render in test yordamida testlar yurgizaman. Ikkita test yurib o'tdi, ikkalasi ham successful. Hop. Endi kelar testlarni bir ikkita joylarini o'zgartirib ko'ramiz, ya'ni xatoliklar qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Bu yerdagi holatda bizda hozir bir dona test bo'lsa yetadi. Feature testni o'chirib tashlayman. Keling bo'lsam, biz o'zimizni birinchi oddiygina testimizni yozishni ko'ramiz. Ya'ni bu sum degan amaliyotni tekshirish uchun, masalan, bizda sum degan o'zgaruvchi bor. Unga 100 ga qo'shamiz 10 ni. Uni kutilayotgan joyga beramiz. Ya'ni expect funksiyasiga natijani berib, bizda nima kutilayotganini, to be, ya'ni bo'lishi kerak 110 qiymat kutilayotganini aytamiz. Bizda shu o'zgaruvchidan shu natija kutilyapti. Shu bizning birinchi testimiz. Keyin uni yurgizish uchun yana testni binary'ni yurgizyapman. Password bo'lyapti. Qaysi fayldagi qaysi funksiya o'tganligi. Agar men bu yerda kutilayotgan natijani birga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsam, yana test yurgizadigan bo'lsam, bizga xatolik qaytyapti. Qaysi faylda qaysi qatorligi, qanaqa natija sodir bo'lganligi bizga aytilyapti. Bugungi videomizda shular. Xudo xolasa keyingi videomizda dasturimizni, ya'ni kutubxonamizni asosiy logikasini yozishdi, uni tushunishdi, qanaqa klasslar bo'ladi, qanaqangi funksiyalar yozamiz, shular haqida gaplashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.